Ovqatdan keyin darrov ko'zingiz ilinadimi? Uxlab qolgingiz keladimi? Bu oddiy holatmi? Yoki tanangizda nimadir noto'g'ri ishlayaptimi? Ovqatdan keyingi yengil loqaydlik bu normal fiziologik holatdir. Chunki ovqat hazm qilish jarayonida qon ichakka ko'proq oqadi. Buning natijasida miyada yengil gipoksia holat yuzaga keladi. Ammo agar har doim ovqatdan keyin ko'zingiz ilinsa, tashqi ta'sirga reaksiya pasaysa, hatto yotib uxlashga majbur bo'lsangiz, bu muammo belgisi bo'lishi mumkin. Bu belgilar quyidagi kasalliklar belgisi bo'lishi mumkin. Pankreatit, me'da osti bezining ferment yetishmovchiligi, gipoglikemik holat, metabolik sindrom, yashirin sahrni diabet, ovqat hazm qilish jarayonining o'tkir buzilishlari. Ovqatdan keyingi uyqu bu ba'zi tanangizning ogohlantiruvchi signalidir. Ovqatdan keyin hushyor emas, loqayd bo'lib qolyapsizmi? Bu holatni tekshiring. Gastroenterologga murojaat qiling. Sababini aniqlaymiz.